Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, assalomu alaykum kanalimiz mehmonlari. Biz hozir Andijon tumanidamiz. Yakkalik divan yasovchi ustakalarimizni ishlab chiqarish joylariga kelganmiz. Sizlar uchun hozir navbatdagi foydali videomizni taqdim etamiz. Ya'ni mana shu yakkalik divanlarimizni ustalarning o'zidan ma'lumotlarni sizlarga so'rab bilib beramiz. Narxlari necha pul, nima materiallar ishlatilgan va dastavka xizmatlari nima bo'ladi? Video davomida mana shu ma'lumotlarni sizlarga taqdim etamiz. Diqqat bilan kuzatib turinglar. Hozir turgan joyimiz Andijon tumani, Nayman qishlog'idamiz. Qoraqalpoq mahallasidan sizlar uchun syomka qilyapmiz. Xudo xolasa birinchi qo'l yakkalik divan yasovchi ustakalari joylardamiz. Diqqat bilan kuzatinglar. Optim narxda mana shu divanlarni xarid qilishinglar mumkin. Ekranga ustakalarimiz nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol xizmatlardan foydalanishingiz mumkin. Kelishuv asosida mebellaringizni yetkazib beriladi. Boshladik. Videoga mehnatimiz uchun bittadan like bosib qo'yinglar. Diqqat bilan kuzatinglar. Foydali ma'lumotlar bo'ladi. Ekranda esa nomerlar bo'ladi, aloqaga chiqa olasizlar. Qadrli obunachilar, demak, ma'lumotlar berish boshlaymiz. Bizga mana shu mebellari ustasi Islomjon akamiz o'zlari chiroyli qilib tanishtirib o'tadilar. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Qiynalmasdan. Amaldosh. Akajon, bizga videoni boshida adresimizni yana bir marta aytib o'tasiz, keyin telefon nomerlar. Xo'p. Adresimiz Andijon viloyati Andijon tumani, Nayman qishlog'i, Qoraqalpoq mahallasi. Xudo xolasa kelmoqchi bo'lganlar lokatsiya tashib beraverasiz. Lokatsiya tashib beraveramiz. Nimaga kelsa kutib ham olaveramiz. Yaxshi. Sentr joyroqqa kelib qolsa, kutib olaverasizmi? Olaveramiz, xudo xolasa. Yaxshi. Telefon nomerlar? Telefon nomerimiz 99lik 654 64 94. Telegram bor. Telegramlar bor, Telegram WhatsApp bor shu nomerda. Yaxshi. Hurmatli obunachilar, ekranga nomerlar qo'yib qo'ydik. Ikkita nomer qo'yamiz. Telegramlardan bemalol bog'lana olasizlar. Kelmoqchi bo'lganlar, akalarimiz manzil bo'yicha kelsalar, lokatsiya tashib berishadi. Bemalol kelib shu yerda o'zidan xarid qilishingiz mumkin. Islomjon aka, bo'lmasa boshladik. Birinchisiga boshlanishiga miyahkilarni tanishtiring aka. Miyahkilarimiz bu ichini o'zi 2. Uzunasimi? Matras o'zi, machaka. Tushunarli. Общий joyda egallaydi 245. 245 yerga joy ular 240 o'zi. O'zi 240, lekin 245 joyga joylanadi. Yaxshi. Eni qanaqa eni? Eni 90. Eni 90lik bo'ladi. Bacholar 30. Ichini ham ko'rib ketaylik. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana ichilarini ko'ramiz. Laminatlar ishlangan mexanizmi aka, mana o'sha. Mexanizm, bo'ldi aka. To'g'ri burchagi ham bo'ldi akada qatiladi. Dorlarga yechib qatirishga ham o'z pishiq xudo xolasa yaxshi. Shurupmas, bo'ldi aka demoqchisiz. Yaxshi, laminat rossiyskiy bular aka. Laminat rossiyskiy. Orqa tarafi ham shundan. Orqa displey emas. Displey emas. Ikkala ham laminatli. Laminatlik. Keyin mana nimamiz ham HDP. HDPmi? DVP emas, HDP. Yaxshi. Demak, mexanizmli, xudo xolasa sandiqli ekan, hurmatli obunachilar. Moyish materiali ustaka bular. Moyish material. Bemalol dog' u bu narsa bo'lsa, yuvib ishlata olamiz. To'liq, namlatib bemalol artilaveradi. Juda yaxshi. Xo'p, aka, buni endi yopib turamizmi? Machalkasi necha qalinlikda ishlangan aka? Machalkamiz 8lik. 8lik qalinlikda. Kusok nimalari yo'q. Hamma butun tashalgan. Butun 8da o'zi tashalgan. Plotisi 22. 22 plotni, nimasi yaxshisi. Bemalol yoshdan og'irroq odamlar ham uzoq yotsa ham qolmaydi. Ko'tarilib olaveradi, o'ziga olaveradi. Tushunarli. Cho'kib qolmaydi. Yaxshi. Hozir hammasi shunaqa, tagida sandig'i bor, mexanizmli. Sandig'i bor. Rasvetkasi nechta xil bor hozir? Rasvetkamiz hozir mana 7 xil bor. 7 xil bor. Mana shu yerda mana deb vibrat qilsa, mana shundan deb. Mana shunisidan qilib beraveramiz. Zo'r. Qaysi biri kimga ma'qul bo'lsa, o'shandan nechta kerak bo'lsa ham qilib bera olasiz. Xohlasa. Xo'p, misol taxminan endi aytaylik, 5 komplekt so'rashdi. Sizda mana shu rangdan so'rashdi, lekin tayyor yo'q. Sizga misol bugun ish boshlasangiz necha kunda qilib berasiz 5 komplektni? 5 komplektni endi haligi uzog'ini aytaveramiz. Uzog'ini aytavering. Lekin 2 kun deb olamiz biz. Tushunarli. 3 kunda qilib bera olasiz, 5 komplektni bemalol. 2 kunda ham qilib beramiz. Yo'lib qolmaymiz shunda. Yo'lib qolmaymiz. Zo'r. Bir kunni o'zingizga nima qilib olyapsiz? Yaxshi. Zo'r. Yaxshi. Demak, hurmatli obunachilar, noldan yasatqizmoqchi bo'lsanglar, misol aytgan ranginglar bo'lmasa, soniga qarab turib akalarimiz kunini aytishadi. Bir kun u yoq bu yog'i bo'ladi, lekin tayyorlab berishadi. Aytilgan kundan bir kun kechikib qolsa, xavotirga tushmaysizlar. Usta akalarimiz xudo xolasa ishlash joylari, manzillarga ham adreslar bo'yicha kela olasizlar, lokatsiya qilib berishadi. Xo'p, usta aka, xudo xolasa chiroyli chiqibdi.
Endi bizga qizig'i narxi buni qiziq. Narxlari aka, mo'g'larimiz 2.200 dan Andijon shahar bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Jupiga. Jupiga. Aha. Ha. Endi haligi nima desa, olib borib beramiz. Domlar bo'lib qolyapti-da. Ko'p qavatli uylari? Ko'p qavatli uylar. Endi ularga holi uylar bo'lsa, olib kirishib qo'yishi u hech narsa emas. Endi ularni olib chiqib berishlari, uni alohida nima qilamiz? Tushunarli. Aytib o'tay. Hozir qayergacha dedingiz 2.200.000? Andijon shahar bo'ylab biz shu dastavkasi ichida. Viloyatmi yo shaharmi? Shahar bo'ylab. Shahar Andijon bo'ylab. shahar bo'ylab. Demak, mana baliqchi, asaka nimalarga jicha yo'l kira qo'shilib qoladi. Ularga jicha yo'l qo'shilib qoladi. Masalan, Andijon shaharniga biz qo'yishga yo'l kiramizda, masalan, u yoq yo'lkasini ayirib, u yoqdan orasi jo'nroq bo'ladi yo'l kirasi. Tushunarli. 2.200.000 jupiga. Jupiga. Donaga 1.100.000 so'm. Donaga 1.100.000. Yaxshi. Juda zo'r. Demak, hurmatli obunachilar, mana shu mebellarimiz Andijon shahrida 2.200.000 so'm jupiga narxi aytildi. Donasi 1.100.000 so'm. Qaysi rangidan sizga kerak bo'lsa, ustakalardan birinchi qo'ldan olishinglar mumkin. Xo'p, ustaka, endi bular qanaqa? Bularimiz dohladaliga haytey fason. Haytey fason deydimi? Shunday joyi sal ixchamroq deyiladi bular. Masalan, 2 joyga joy bo'ladi bular. Ha, tushunarli. Narginga qaraganda kamroq joyi egallaydi. Joy egallaydi. Joy torroq odamlar uchun. Eni nechi? Endi bular ham 90. 90 chiqadi. Machalkalik. Machalkasi 22 pilot bular ham. Bular ham shunaqa. 8 bo'yi machalka. Pilot 22. Bular yaxshi machalkalar orasida. Yaxshi. Mo'yish material bu ham? Mo'yish material. Tagi sandig'i bor. Bitta ko'raylik aka. Tak, hurmatli obunachilar, mana ko'rishinglar mumkin. Taglari ham chiroyli qilib laminatdan ishlangan, sanduqlari bor. Bemalol ancha narsangiz shu yerga joylab saqlasangiz bo'ladi. Akkuratni narsalaringiz joylanib ketadi. Aka, bular ham shundanmi yo bu boshqa narsami? Yo'q, bu enali matras, mana ular matraslik deganlarga. Ha, bu matraslik. Bu matraslik. Tushunarli. Matraslik kimgadir matras kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu holatiga machalkani o'rniga matras qo'yganmiz. Ha, bu ikkala bir juftdan matraslik, bular ham. Shunaqa. Tushunarli. Bunimiz ham machalkali. Bu machalkali, ha. High-tech fason hammasi. Emas, high-tech fason. Shu kimga machalka, kimga matraslik. Buni ham tagini ko'rsataylik aka. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana matrasimiz Xitoy ortoped matras, tagida laminatlar tashalgan ekan, mana ko'rishinglar mumkin, juda ham chiroyli holatda. Bularda sandiq bo'lmaydi, lekin ham matraslikda. Moni ko'tarsa bo'laveradi-yu. Ha. O'pshi ko'tarlik. Lekin jicha nimaroq? Olib qo'y. Va, monga o'sha sonda bo'lmaydi. Ha, tushunarli. Lekin tagida bunda ham nimasi bor. Joy bor. Ha, deblar. Joylasa bo'ladi, faqat matras olib nima qilish kerak bo'lib qoladi. Tushunarli. Matras buni olib kerak bo'lib qoladi. Aha. Matrasning razmeri ham bir xilmi shular bilan? Matrasimiz razmeri 87. Tamom, joylanish bu nimasi 90. 90 ga tushadi. 90, ha, laminat. Uzuni 2.10 midi? 2.10. 2.10 joyga tushadi. 200 juda ga yaxshi. tushadi. Bundan hech xil nima qilib bera olasiz? Rasvetkasini aka? Rasvetkasi bundan aka hozir mana o'zimizda 4 xili bor. Endi aka hozir mayoqda ham, bu yerda ham ko'proq ochiq svetlarimiz bo'lmagan. Mana shunchalik kimgadir maloshli shkaf bormi, seri shkaflar ko'pda. Maloshli shkafga moslab bering desa, mana shu mo'larni shkafning rangidan qilib, o'zi bozorda shu maloshli bir xil rang bo'lyapti. Shu maloshli ranglarga ham qilib beraveramiz. Yaxshi, demak, klientlari talabiga qarab turib qilib bera olasiz. Qanaqa rang kerak bo'lsa, ochiq svetdan bo'lsa qilib bera olasiz, ular ham juda yaxshi. Zo'r. Xo'p, aka, endi bizga narxini ayting bularni. Bu qancha chiqadi? Bular aka mo'la 2.100.000 dan. Aha, jupiga. Machalkalilar. Machalkalilar. Matrasliklar 2.300.000 dan aka. 2.300.000 jupiga. Jupiga bu ham. Buni ham shu Andijon. Aha. Andijon shahar bo'ylab dastavkasi bor. Ha. Shuni ichida. Ichida. Yaxshi. Demak, hurmatli obunachilar, high-tech fason yakkalik devorlarimiz, xohlasangiz matrasli, xohlasangiz machalkalik, tagida sandig'i bor. Bemalol sizlarga qaysi rangdan kerak bo'lsa, nechta kerak bo'lsa yasab berishadi ustakalarimiz. Bemalol ekranda turgan nomerlarga bog'lana olasizlar. 200.000 farq qildimi hozir? 200.000 farq qildi. Matraslikda 200.000, sababi matras sotib olishadi, hurmatli obunachilar. Narx qo'shilib qoladi, to'g'ri tushunasizlar. Xo'p, Islomjon aka, keyin buni bizdan, misol Toshkentdan, Vohadan ko'radigan obunachilarimiz juda ko'p. Shularga qanaqa bo'ladi yetkazib jo'natib yuborish degandek? Ularga biz mashina o'zimiz bitta olib beramiz o'zimiz. Olib beramiz, Isuzu bilan gaplashib, shofyorlar bilan. Upovcha qilib, holasi shu holatda, shu holat ko'proq bilan kallalarni yechgan holatda ixchamlatib o'rab,
ulardan chiqaraveramiz. Oson keyin terib olish ham. Terib olish oson, ha. Bo'tqa akasini qotirilsa bo'ldi. Qotirib, o'zi o'rnini bir qator qatirib, o'rnini kiygizib qo'yib, keyin chiqarib, yana olib borib beramiz ularga. Yaxshi. Yuklab ularga, masalan, nomerini ko'rsatib, shopir bilan gaplashtirib qo'yamiz. Yaxshi, demak, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, Toshkent yoki vohalik obunachilar sizlar uchun dastavka xizmatlari alohida bo'ladi, to'g'ri tushunasizlar. Yuk mashinalardan berib yuboriladi, chiroyli qilib, urinmaydigan qilib, upakovka qilib ustalarimiz o'sha yuk mashinasi shofyorlardan berib yuborishadi. U yerga borganda shofyorlar bilan sizlarga telefon orqali gaplashtirishadi. Ma'qul bo'lsa, yo'l kira narxlari jo'natib yuborishadi. Ekranda nomerlar turibdi, aloqaga chiqarasizlar. Keyin ustaki buni misol optim narxda ham berasizmi, foydalanishgami yoki bo'lmasa mana studentlarga, mana talabalarga ko'pchilik turadigan joy qilib beryapti, yotoqxona deganda. Shularga foydalanishga bunimi, nargindanmi olishsa matrasliklardan berilaveradi, ha? Foydalanishga optim narxda. berilaveradi. Nechta olasiz eng nimasi? Endi shu 4 ta 5 ta olsa eng kamida. Eng kamida. Narxlarni tushirib, yana qancha razmerlarni nimcha kesichi uy-joyiga qarab, nima bo'lsa, zakatga tashlaya qarab bitta zakat to'pga qilib ham beraveramiz. Tushunarli. Ko'proq bo'lsa nostandart razmerda ham qilib bera olasiz. Qilib beraveramiz. Kichikroq yo kattaroq qilib. Anaqa. Tushunarli. Foydalanishga olmoqchi bo'lganlarchi do'koni borlarga. Telefon qilishaversin, gaplashaveramiz. Optim narxda qilib berasiz. Hozirgi aytgan narximizdan yana ham tushib berasiz. Tushib beramiz, xudo xolasa. Soniga qarab turib, tushib boraveradi. Ha, tushib beraveramiz, xudo xolasa. Zo'r aka. Yaxshi, demak, hurmatli obunachilar, ekranda nomerlar turibdi. Usta akalarimizga aloqaga chiqa olasizlar. Islomjon aka, rahmat ma'lumotlar uchun. Ishinglar barakasini bersin, charchamay xalq xizmatidan.